O'yindan keyin Paxtakor stadionida yana qancha xos bo'ladi? Hozir shuni tekshiramiz. Birinchi navbatda biz Paxtakor stadioniga borib iftorlik oldik. Atmosfera va nerealniy do'stlarni ko'rsanglar bo'ladi. Va keyin asta-sekinlik bilan o'yin ham boshlandi. O'yin juda ham qiziqarli va juda qizg'in bo'ldi. Lekin havo sovuq bo'lgani sababli ba'zi bir odamlar o'yinni vaqtliroq tark etishdi. Va o'yinni 2-0 hisobi bilan Paxtakor jamoasi yutdi. Va o'yin tugashi bilan men sekundamera bosdim. Ko'plab odamlar o'yin tugashi bilan sirrazi stadionni tark etishni boshlashdi. Biz bo'lsa shu strellik qilib sirrazi ultrasolga qo'shila oldik va keyin futbolchilar bilan birgalikda juda ham chiroyli shou qildik. Do'stlar, shu hamma harakat sizlar kanalga obuna bo'lishingiz uchun shuncha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Vaqt cho'zish uchun biz obunachilarimiz bilan gaplashtirdik, yo'li biz bilan birgalikda rasmlarga tushdi. Keyin biz stadionni yig'ishtirishga ozgina yordam berdik. Paxtakorni eng ashaddiy muxlislardan biri Javohir aka bilan ham ko'rishdik va stadionni ozgina aylanib ham chiqdik. Svetlarni asta-sekinlik bilan o'chirishni boshlashdi va stadionda absolyutni hech kim qolmadi. Like bilan podpiska esingizdan chiqmasin va mana biz stadiondan oxiriga o'chib ketyapmiz va stadionda biz o'yindan keyin shuncha vaqt bo'ldik.